Assalomu alaykum hurmatli xaridorlarimiz. Biz Baliqchi tumaniga yo'l oldik. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Biz ishimizni boshlab oldik. Plastik karnizlarni yechdik. Oldin qatirilgan ekan. Biz o'rniga temirlik, relslik karniz qatiramiz va tul bilan zashitni suradigan qilib beramiz, chunki deraza ochilib yopilishi uchun qulay bo'ladi. Qolganini video davomida ko'rib borasizlar. Bu yerga ham karnizlarimizni o'rnatishni boshladik. Bu yer ikkinchi mehmonxonamiz. Bu yerga New Classic pardalar ilamiz. Bu dike pardalarimiz mana quyoshdan to'sish uchun bu tarafga ham yopiladi va bu tarafga ham yopiladi. Bularning har bitta skladkasidan bemalol derazani ochib foydalanish mumkin. Juda ham qulay. Buni yana bir qulay tarafi, buni har bittasi alohida, buni olib, yuvib, yana joyiga ilinsa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Ko'rib turganingizdek pardalarimiz bitdi. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar. Yana bir mehmonxonamiz tayyor bo'ldi. Bu yerga ishlatgan matolarimiz, parteri ham, tuli ham, zashitnisi ham eng qimmat, eng yaxshi matolardan ishlatdik. Aytgancha bu tullarimizni bemalol surib, zashitnini ham surib, mana partel ham qulay, juda ham qulay. Mana derazani ochishga ham va yopishga ham. Relsli karnizga qilindi mana. Sizlarga ham tavsiya beramiz. Har bir obunachimizga xuddi shunaqa shinam uylar nasib qilsin. Pardalarini inshaalloh biz tikib beraylik.